Nera qarama, jins holatni kattaytirjakman, necha jins holatni kattaytirsang bo'ladi, yonimam keladi. Jins holatim kichkinani chap kattaytirsam bo'ladi. Ko'rsang, jins holati kamida 14 sm. Ha, meniki kichkina. Necha cheksan buni? Kichkina, meniki kichkina deydi. Oxir necha cheksan desa, uylangandan keyin ayolimni qoniq turib bilmaslikka mumkin dedi. Ha, nega eshitding desa, internetdan ko'rdim. O bu uni kinolarda, porno kinolarda deydi. Eshaknikidan, bizaniki menchali deydi. Hey, aqlli deyman. O eshaknikilarni bu sanoqli bu dunyoda o'ndirlar. Ularni saylab oladilar, elekdan o'tirib oladilar, что bu kameraga ko'rsatib berish uchun deb. Ha, keyin astan anga keladi. Oxir Oyatulloh deydi, jins holati katta bo'lsa, ayolingni qondirib bilasan dedi. Yo'q, o'ta xato gap. Bu videoni shuni deb o'yladim, jo'rangizni hozir o'zini yorib qo'ying. Bu xato gap. Vobshe xato. Jinsiy holatni razmeri hech qanday rol o'ynamaydi. Ayolingizni lazzatlantirish uchun 1 gram o'rni yo'q. Non o'rni bor. Bu jinsiy holat bilan yaxshi ishlatib bilishni o'rni bor. Yaxshi ishlatib bilsangiz, priluja zo'r bo'lsa, eragan zo'rlarni точно zo'r deb bilsangiz, jins holatini zo'r pozada zo'r qilsangiz, yana o'shanda orgazm oladi. Razmerdan emas. Menimcha bu video sizlarga foydali bo'ldi deb umiddaman. Agar foydali bo'lgan bo'lsa, yoqqan bo'lsa, like bosib, kommentariyaga shunday fikrda yurgan jo'ralaringizni atmetga shartdan chiqmasin.